47 milyon mu koştas. Neçil oldu aka bu? Ha bu? Soğuda olmayapti. 12,5. 12,5. Siz qilyapsizmi so'g'da? Yo'lsi bo'ladimi? Nima gap aka? Chiroyli. O'chiringlar aka. Ha? Rossiyani maqtayapmiz-ku. Yarim. So'g'da yaxshi bo'lyapti, bozor orzondi. Bozorligida tozalayapti. Ha, bu bir kishda g'alati tozalayapti. aka, yaxshi yuzini shuncha odam kelyapti, aka, bo'lsin. Ha? Bo'ldi. Torting. Kalta ushlanglar. Hamma yo'l oram ketdi. $60 milyon 100 bin hafta yuvazmıya akalar mashinamiz. 63 dan beramiz deyapti. Yaxshi narsa ekan. Mana grifotlar. Dollar akalar. Yureli chiqib xudo xolasa. Bu kimdan ekan bular? Otilibdilar aka, erta to'lang. Erta to'lang. Ha, mayli aka. Naraqa torting aka. Shundan bo'ldi aka bu. Kunajinimiz. Akalar bu sotildimi? Nech puli? Narxini bilmadik deyapti. Akalar sotilibdi xudo xolasa. Bilamiz endi narxini so'rayapsiz, kimlar bo'lib qolsa. Ko'ringlar, bularni maşalloh. Do'qongan, rahmat. Siminta. Canavar, asıl semiribdi. Neçil bo'ldi aka bu? 7 milyon. 7 milyon bo'lib kunajinchamiz. Neçil bo'ldi aka? 7,5 bo'ldi. 7,5 bo'lib kunajinimiz. Yani 7,5 milyon bo'ldi akalar. Yulduzga ketyapti. Bo'ldi. Sotildimi aka bu? Sotilmadimi? Yo'q, necha pul bo'ldi? 47 milyon bo'ldi. Sotiladimi bu? Nomer qo'yaveramizmi? Yo, savdo bo'lyaptimi? O'ng'aringlar, bu akalar. Inshaalloh. 47 milyon savdo bo'ldi mashinamizga akalar. Juda semirib qo'yibdi. Nomer qo'ysak bo'ladimi? Sotilib ketadimi? Sotilib ketadimi? Bo'ldi aka. Mana bu qo'lar aka. Sekin ko'rsatib o'tiramiz. Ko'raverasizlar, mazaqlayib joylashib olib akalar qo'ysa. Yuklarga pardiza qilib tursanglar, lakni bosib tursanglar muqirlar. Aka bu sotilmadimi? Nech pul deyapti? 35 milyon kam bor ekan. Mana unga nech pul ekan bunga? Qasilari? Grifotlardimi? 52 milyon kiribdi. 52 milyon savdo bo'ldi. Bermayapti deydi. Bermayapti. Jupigami? Jupiga 52 milyon bo'libdi, sotilmadi, bermayapti. Egasi. 32 ta bor. 32 ta bor. Kimda bor? Sizda bormi? Nomer qoldiraveramiz ekan bo'lmasa. Ayting. 90'lik. 90'lik. 787. 50-58 ga chiqdi, akada 30 ta bor ekan. Mana akalar 32 ta uyda bor ekan. Sotiladigan variantdan kimga qiziqadigan. Nech puldan beryapsiz donasini agar? Narga 32. Bo'ldimi?
sotıldimi? Sotilibdi mana shu. 33,5. Onu ikkovi 52,5. 52 mi? 52 ga beriladi. 26 dan to'g'ri kelyapti akalar. Chepcha qo'ysa beraverasiz ekan zinashda. Akalar, videolar ham mana shunaqami? Bundan kattasi ham. Bemalol obunachilar xudo xolasa aloqaga chiqinglar, bunaqa katta variantlari bor ekan. Mana 33 ga sotilibdi. Yüzgü sotilibdi akalar. Ha, bugun chiqadi. Mana simentalimiz. Simental sotilmadimi? Sotildi. Necha pulga? 47,5 million. 47,5 millionga sotilibdi akalar simental. Hayotbek yuz. Hayotbek desangiz u yoqqa chiqib kelaveradi o'zi. Mana, yo'la simentalimiz 47 millionga sotilibdi. Mashalloh. Dahshat simental o'zi. Katta buqalar chiqadi bugun. Payshanba bozorimizga akalar. Asakani O'zbekiston Payshanba bozoriga katta buqalar bilan boqilgan yemlangan buqalar chiqib boraveradi aka. 47 millionga sotilibdi. Bu olachi sotilmadimi aka? Ola go'shti. Xushbakan zotchasi, Nosir aka. Yosh variantlari. Bu xunajimi bular? Xunachilar ekan. Necha puldan ekan bular? Bularni 8 dan 9 dan. Necha pul savdo bo'lyapti? Buni kichkina to'ygan 7 beryapti. Bunga to'shni 7 beryapti. 6 million 800 ming, 7 million savdo bo'lyapti aka lekin. Bozoringiz bersin aka. Shvetlargacha aka. Jubiga 24 bo'lyapti. 24 million 900 ming savdo bo'lyapti. 29 million. Ya 29 million beryapti. 29 million beryapti akalar. Shvetlarimizga 29 million savdo beriladi. O'shanimizga. Bozoringiz bersin. 29 million savdo beriladi. Nechi pul? Ikkovmi? Ha, jupiga 29 ga, 29 bermadi. Bermadan ketdimi? Mana shunaqa shekilli. Nimadan chiqadi bu? Hayot berdi siz o'zi yaxshi chiqib kelaveradi. Semiz buqalar akalar. Xudo xolasa senga ko'rsatmas. 70 seniki bor. Necha pulga oldingiz aka buni? Kaltaroq shu. Mana akalar, katta buqalar xudo xolasa. Qasimga savdo qilyapsiz aka? Mana ya. Shuni savdo bo'lyapti. Shu Nimalarni ko'ryapsiz? Buqalar ko'rib ishlayapsizmi? Mana akalar, katta buqalar yemang. Bu o'rtadagi sizga. Aha. Ikkovi sotasi o'rtadagi sizga badarga. Yo'q. Yaxshi bo'ptimi? Yaxshi. jon uka yo'q gapirma jon uka kim oladi buni mana hamma turibdi olsa olaveradi men mana beraman yo'q hisobing chiqqanmi seni hisobing chiqqan bozor jon Aka kiloga savdo qilyapsizmi? Yo'q. qo'y naqimi ber jon uka qadam ketdi Savdo bo'lyapti, berilmayapti. Necha pulligini hali xabarimiz yo'q. sotmaysan ekan Otamaga sotgani olib keldi, uni qaytarib olib ketdingiz. Keyin hisob qilish kerak. Ikkovgami? Beradi, oladi-ku. Uni ertaga ular to'g'ri chiqqani yo'q. ha bo'pti damlab olib yegizib olib bir ikki qop sigir bo'pti hamma chiqadi yo'q endi men aybim Silosga pullalarga. bir ikkita silosga pullar Ya cho'g'za sug'orib ko'rsa. Ya ularni shunaqada sug'orib kelsa, yuborib oling. Nima javob berdingizmi? Nima? Mana. Ovozab Yo'q, hech bo'lagi yo'qmi? Bo'lagimi? Ha. Bo'laganmi?
Kimi? Sizmi? Hayda, uydami? Bo'ldi. Chiqarib yuboraman motorol xizmatlarni. Savdosini bilmadingda. Mana akalar sen ko'rsatib boraveramiz akalar, xudo xolasa, qolar ko'ringlar akalar. Hozir semirgan ekan bu qolar. Ko'ring, maza qilgan. Aka sotilmadimi bu? Sotilmadi. Shvedlar. Tebeni yongan bor. Savdo bo'lmayaptimi ekan? Yo'q. Necha pul savdo bo'lyapti akalar bunga? Necha pul? 58 ga Tarozga akalar Trevazmi. Mana shu buqamizda. 58 dan Tarozga bo'lyapti. Qizil variantlarni. Xorozga bo'lyaptimi aka? Necha puldan? 58 mingdan berishmayapti. 5 kilo sikitganmi? 58 dan savdo qilyapti aka, 5 kilo sikitkasiga so'rayapti. Mana shu grifotimizga. Pulga 200 so'm berasiz. Bo'ldi, savdo bo'ldi, berilmadi. Necha pul deyapsiz aka buni? Yosh ko'chatdi. Savdo bo'lyaptimi? 18 million savdo qilishdi mashinaga. 18 million. 17 million berasiz. 100 ming so'mga ki. Sotilmadimi bu? Ko'qyapti shekilli. Qo'lar mana bu. Ko'rolasiz, lekin bu grifotlar qaranglar, mashalloh. Vorishga semirib ketar ekan bular, Janob. Belini qaranglar. Lekin bular. Kimlar ekan? Bu qaranglar. Mashalloh. Yupasini qaranglar. Yegan sari ketaverar ekan bular. Sotilgani yo'q. Sotilgani. Savdo bo'lyaptimi akalar? Qashinga bo'lyapti. Sotish bering bo'ldi. So'mnasi yo'q. Aqlay bo'ladimi? 60 milliondan el qo'tasiga savdo bo'ldi. Yo'q. Deydi yo'qmi? Akalar katta variantlari xudo xolasa. Bu ko'ringlar, bu qo'lar asa kiribdi yangiligiga. Yaqin semizlar rosa kirgan. 2 yurak ekan mana shu qo'yamiz. 28 oldi 200 ga. 28 million bo'lib mashinamiz 200 ga. 51. Necha pul bo'ldi aka bu? 51. 51 bo'ldimi? Rosa semiz bu qo'lar kiribdi akalar, xudo xolasa. Sotildimi aka bu? Tarozga yetyapti akalar. Semiz bu qo'lar. Rosa kiribdi akalar. Yangi yilga yaqin. Tamam. Shvetimiz qancha bo'ldi aka? Necha pulingiz aka? 58 dan Trivazmiga bo'lyapti aka. 58 dan Trivaz. 59 dan berilmadi. Qasini siyash qoragami aka? Yo'q. Oldingizmi aka buni? Yo'q, oldingizmi buni? Ha, oldim. 58 dan. 56 ming. Necha pul bo'ldi bu?
Aka nechi bo'ldi? 62 mingdan Trivazmiga kelar. 55 mi? Ha. Hocam oldingizmi? Qoraga savdo bo'lyapti. Aka nechi bo'ldi tarqil? Trivazmiga savdo bo'lyapti. Ko'p akalar 58, 59, 60, 62 shunaqa har xil. Mana. Baraka bo'lgani yo'qmikin buni ichida? 28 ga bitmaydi mana. 58 dan berasiz. Mana to'g'ri nima bo'lyapmi? 28 ga bitmaydi. 29 ga ham bo'lmaydi deyapti akalar mashina. Taroziga olib kelyapsiz aka buni? Ha. Taroziga ketyapti akalar. Voy, tot bo'ldi. Taroziga ketyapti. Necha kilo chiqdi aka mana shu? 329 kilo akalar mana shu qo'yamiz. Mol bo'lsa mana shu bolalar nomerini chiqarib qo'yaylik. Bo'ldi. Ayt nomeringni. 91lik yozing. Olasizmi? Olaman. Bo'yini olaman. Ayting. 91lik 499 10 yozing. 400 Narx qo'ying. 499 10 10 ga olib chiqdi aka. Qanaqa mol bo'lsa olaveradi. olaman. Mana. Gazet bor yana. Necha kilo chiqdi aka? 332. 332 kilo chiqdi mana shu qo'yamiz. Olamiz. Ashu buqani nariroqqa siljitib qo'yish kerak ekanda. Mana shu nariroqqa olib qo'yish kerak ekan. O'zi maqdan olib kiring aka. Oldin olib kiringlar. Olib suvarsiz bo'lar ekan. Olani qo'yamiz. Bekiting aka. To'rt yuz 83 akalar keldi. To'rt yuz 83 keldi aşağı olamiz. Aşağı olamiz akalar 483 keldi. Yo'q berdingizmi? Qo'laver aka kichkina. Neçmi savdo bo'ldi aka bu Shvedga? 22 yarım 22 yarım savdo bo'ldi aka. Mana qaytdi. Evet, olası ham bor ekan. Savdo bo'lyapti. Olaga savdo bo'lyapti. Olsa olaga savdo bo'lyapti. Aka bu Shvedga qancha savdo bo'ldi? Hali beryapti aka. Necha pul deyapsiz narxini? 29 deyapti. 29 akalar. Mashinangiz 29 deyapti. Ay. Savdo bo'lmayapti. Bana girip kulak yürüdü, sekin ko'rsatib olamiz. Qo'ygancha. Sotildimi aka u? Sotilmayapti aka. Qasini sotdingiz aka? Sotildimi aka u? Necha pulga? 30 milyon 500 ming. 30 milyon 500 ga mana shu sotildi. Greyfurtmi nima bu? Greenfield 100 talik. Greyfurt 100 talik akalar. 35 milyon 30 milyon 500 ga sotildi akalar. Zo'r sotilib qo'ydi.
Gap yo'q. Bular aka sizdan bular? Uchu 28dan kami bu. 28dan kam bo'lgan ekanlar uchun. 35 sumita tepyapti qo'shib. Minta tepe. Erkaklar xolos. 35 million kam bo'lgan. 28dan kam bo'lgan ekanlar uchovi. Ha, nomer qoldiraylik aka. 93. 93lik. 266. 266 1322. 13-22 ga chiqinglar akada zotli mashina qilib qo'ylar bo'ladi. Постоянно. Sirop bo'ladi akalar mana shunaqa. Zotlilar. Bozoringiz bersin aka. Akalar belidan ham ko'rdik. 28dan kam bo'lgan bularni. Mana 35 million simito kam bo'lgan ekan. Mana kim bo'g'il aloqa chiqib ko'rish lozim ekan. Zo'r buqalar chiqqan akalar. Bayram arafasida yaxshi buqalar chiqdi, xudo xolasa. Qashinga savdo bo'lyapti akalar. Uchoviga. 73 million uchoviga savdo bo'lyapti. Riyali 73 million savdo bo'lyaptimi? So'rayapti. 75 so'rayapti bundan deb. Ha. Riyali 73 million savdo bo'lyapti. Mana holatlar akalar, xudo xolasa. Mana yaxshi qo'llar chiqqan akalar. Xudo xolasa. Ko'rib maza qilaverasizlar sekin. Siz so'rayapsizlar? 26 yarim savdo bo'lyapti mana shu qoraga akalar. 26 yarim. Yaxshi toza vaqilgan ekan. 26 yarim savdo qilib bergan yo'q ama akalar. Berilgan yo'q. Bu shvet kimdan ekan? Qoraga 26 yarim savdo. Shvet sherigi. Sherigimi? Siznikimi aka? Nechta deyapsiz? 30 kam bu. 30 million kam bor ekan. Shvetimizga. Qoraga 26 yarim savdo bo'ladi. Mana bu yerga. Aka sotib yuborasizmi yo nomer qoldiraylikmi? Ayting. O'zimiz tomosha qilyapmiz. Ayting. 93lik. 444 2144 ga aloqa chiqinglar akalar. Bor ekan agar sotilmay, boboda ilon sotilib kelsa, sotilmay qolsa yaxshi sher bor ekan akalar. Askanalo. Hayot bey desiz bo'ldi, chiqaveradi. Hayot bey uz. Mana akalar. Xudo xolasa 30 million kam bor, 26,5 million savdo bo'lyapti akalar qorasiga. Bozoringiz bersin aka. Mana ya savdo bo'lyapti turganlarni ko'rsatib ketaveramiz. Ne su beryapsiz aka? Aka nechta savdo qilyapsiz? Yaxshimiz. Chekam 18 savdo bo'lyapti akalar mana shunda. Chekam 18. 18 ga berilgan yo'q mashinamiz. Kimdan aka bular aka? Necha puldan? 25 dan. Bu o'zi 25 million kam bo'ladi. 25 million kam bo'ladi. Qo'llar ko'ylak sekin broshni ko'rsatib boraveramiz. Xolasa qo'ldan keyincha Hayotbek. O'zi ham bor. O'zi Hayotbek desiz chiqib keladi. Hayotbek. Qo'llar uda. Kimdan aka bular? Necha puldan bular? 26 dan narx aytyapmiz. 26 dan narx aytilyapti. Ko'ringlar-da. Ayollarni ham ko'rib turasizlar akalar.
Qo'ylarini. 26dan kam bo'lgan ekan. Lakni bostirib keladi, dumbillar. Bozor qancha bo'ldi aka? Bozor. Ular 24 yarimdan beryapti. 24 yarim beryapti. Aka bo'lan pastda yana mana shunaqa chiroyli bo'lib qolasiz. Xudo xolasa bo'ladi pastda. Buni qoldiraylik aka. Umrda Xudo xolasa onaga 99 ekan. 99lik. 937 937 59 59 ga aloqa chiqdi akada. deb qo'yadi. Uchtan akada yaxshi qolar bo'ladi. Shurovli. Xudo xolasa dastlabkalarni sizlar qilib yetkazib beramiz. Kelishib olsak. Seroq nima qiladi, Yo'q, bo'ptiradi. Bozoringiz bersin aka. Targ'iblar. Nechta aka bu? Targ'ib nechta? 28 dan 2 oldi. 28 dan kelar. 56 bo'ladimi? Ha. 56. Kami bor lekin. Kami bor. 28 dan narxatlab kam bor akalar. Bozor qancha bo'ladi? 26 atrofida bo'ladi. 26 atrofida bo'ladi akalar. Mana shu Orisi teparog'ida bo'ladi. targ'ib chekli ekanda. Chekli ekan. 26 ni sal ustroqda bo'lyapti. Nega olyapsiz? Yo'q, yo'q. Biroring. Osonda Bozoringiz bersin aka. Mana aka, qo'llar ko'rib ketdi. Qoraga savdo bo'lyapti aka. Jupiga mi aka? Jupiga. 49 milyon 500 bin. Akalar jupiga. Mana. Pashti 25 millionga borib qolyapti-ku, pashti. 25 dan hisobda. Jupiga savdo bo'lyapti. Bo'ylar bu 20 dan. Mana aka. Mana ikkoviga savdo bo'lyapti. Targ'ib 49 milyon 500 ming. Savdo bo'lyapti. Sekin qasingga? O ikkovigami? 6 sizlarki? Men o ikkita deyman. Ayting nomerni. 94lik 94lik 383 383 77 73 77 73 akalar 1 2 3 4 5 6 ta mashinagacha. Ha, mashinagacha. Mana akalar Grifotgacha Mashinalar bor. mashina. Akada barchani qo'lab bo'lar ekan, chiroyli Dastlabkilarni beramiz. Berasizlar, dastlabkilar. Rivojdan ko'rsataylik akalar, mana hozir aytilgan nomerga aloqa chiqinglar, akada yaxshi qo'lab bo'lar ekan. Boqma. Bo'lmasa. Mashinaga ko'rgacha. Mana oyoqlar. Bozoringiz bersin aka. Sog' bo'ling. Sekin boqma qo'lardi, yoshlarga o'tib boryapmiz akalar ko'chatlariga. Ko'rib turasizlar, sekin narxlarni so'rab ketaveramiz. Aka o'tib oladi, shu tomonga. Mana. Sotilgani bo'lmadimi akalar buning ichida? O'rada ham savdo bo'lyapti akalar. Yosh boqmalarga ketyapti akalar. Nechi puldan akalar bu? 20 dan kam bo'ldi. 20 dan? Nechta bor dedi? 5 ta. 5 ta 20 milliondan kam bor ekan akalar. Boqma qolamiz. Bo'ylari biri 20 dan, biri 15 gacha plus minusda akalar. Bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bozorga yaxshi, sifatli. Buni qoldiraveramizmi aka? 94lik 804 804 51 51 ga aloqa chiqinglar akalar. Qirg'iziston parodami aka bu? Qirg'iziston parodalari. Aralash ekan. Mesning ham bor ichida. Mesning ham bormi? Bor, manisi. Mesning parodagi. akalar xo'sh 20 milliondan akalar kam bor ekan. Bemalol akaga aloqa chiqinglar, mana ayollarni ko'rib olasiz. Hisob ham yo'q.
bozorchilarsan aka. Ko'rsat boraveramiz akalar, qo'ldan kelgancha chiroyli buqalar chiqqan bu qaraydi. Buqalar. Boqmoq buqalar. 20 milyondan kam bor ekan. Baraka bo'ldimi aka? Yes bo'ldi aka. Aka nechi bo'ldi? 21 kamroq bo'ldi. 21 gacha kam bo'ldi. Akalar 21 gacha kam bo'ldi shu qamiz. Ko'chatda yaxshi pul bo'lyapti akalar. 21 bo'ldimi? Ko'chatlar yaxshi pul bo'lyapti. Yaxshi akalar. Aka necha pul savdo bo'ldi bunga? 22.200. Yaxshi narsa ekan-da. Eti ham yumshoq aka. Eti ham yumshoq. Yigirma ikki bo'libdi akalar. 22.200 ming savdo bo'libdi mashina tutamiz. Mana 21 ga sotildi akalar. Bo'yi buru 10 a'loda, minus. Aka va sotilmadimi? Kimdaniki? Mana tutamiz bo'lgan. Mana yosh ko'chatlarga o'tib boryapmiz akalar, xudo xolasa sekin yoshlariga. Savdo bo'ldimi aka buqalarga? Endi kelishdi. Yoshlar akalar. Nesbidan baho aytyapsizlar bularga? 17,5 18,5 savdo bo'lyapti. Mana unga savdo qilyapsizmi aka? Sariqqa savdo qilyapti akalar. O'ylasan, endi ko'rgan emas. Qoli uni olib keldim. Ney mana? 15 million bo'lyapti. 15 million. Men rostda oshnam uchun uyimdan 1 million pul olib beraman. Yo'q, aka cho'lda ham bo'lsa qaralayman pulni ko'raveradi. Uzr akammi? 15 million qilyapti savob. Yurgan ekan. Nere jon aka? Bozor yaxshi. Yangi arafasi boqmoqlarga chiqdi. Akalar videolarda laglar bosib partizib qo'yasiz bularga sog' bo'ling, salomat bo'ling. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni unutmanglar akalar.